Assalamu hürmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi xalqimizga qimmatli tavsiyalarda bulundi. Astoydillik bilan anglab, har zaman hushyor bo'lishinglarni, kollektiv manfaatni shaxsiy manfaatdan ustun ko'rishdek asosiy prinsip. Axloq o'lchamiga bo'ysunmay, shaxsiy manfaatini eng oliy o'ringa qo'yadigan kushandilarning kaynidan qasddan va yo nodonlik qilib ergishib ketishdan saqlanishinglarni, davlatimizni asliga keltirmay turib, mavjudligimizni kafolatlantirolmaydiganligimiz, insonlik qadr-qimmatimizga erisholmaydiganligimiz, Allohning har vaqt to'g'rilar bilan birga ekanligidan iborat haqiqatni asdan chiqarmasliklaringlarni, dushmandan chek-chegarani ayirishinglarni, har zaman aqlni qo'llanishinglarni, mustaqillik uchun jon dili bilan kurash qilayotganlarning sepidan o'rin olib, to'lib toshgan ishonch bilan bu ulug'vor harakatni kuchaytirishinglarni umid qilamiz. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Oldi bilan ammanglarniki mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Ko'pchilikka ma'lum bo'lganidek, navbatdagi vaziyatimizningki shu taqozosi bilan Dünya Uyghur Qurultayiniki Sharq Turkistonliklarga, ya'ni bu yerda Uyg'ur xalqiga vakillik qilolmaydiganligini isbotlash maqsadida bu qatimki imzo to'plash faoliyatini boshlandi. Ammalar ma'lum bo'lgandek, asrlardan beri xalqimiz o'z mustaqillik uchun kurash keldi ve o'tgan asrda ikki qatim mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetlerini jakarladı. 22 dekabr 1949 yılı ikkinchi Cumhuriyetimiz Xitoy Komünist tajovuzı tarafidan munqariz qilgan bo'lsa-mu, Sharq Turkiston xalqi mustaqillik arzusidan qilchimi voz kechmadi ve davomli kurash qilib keldi. 1991 yılda Sovyet İttifakı'nın yemirilishi bilan chet ellardagi Sharq Turkistonliklar yangi vaziyatdan umidlanib 1992 yılda İstanbul'da Xalqaro Sharq Turkiston Milliy Qurultayini qurib chiqdi. Afsuski, aramizdagi Xitoy jasuslari ve Xitoy millatchilarining arzusiga uyg'unlashish uchun Sharq Turkiston xalqininki mustaqillik arzusini o'chirib tashlash uchun 2004 yılda Sharq Turkiston Milliy Qurultayi Dünya Uyghur Qurultayi bulup ikki parchalanib Dünya Uyghur Qurultayi qilib o'tirib qo'yildi. Bu vaziyat Xitoy kommunistlarininki yarim asrlik mini yuyishdan o'tgan diasporadagi Sharq Turkistonliklarning jiddiy diqqatini tortmagan fursatda Uyg'ur Qurultayi xalqimizning mustaqillik arzusini avtonomiya elish nishoniga aylantirayotganligini bilinishga boshladi. O'xshash bir yilda yana Amerikada Sharq Turkiston Surgundi hukumati qurilgan edi. Chunki mustaqillik da'vosi eng to'g'ri tashkilli organ Surgundi hukumat ekanligini ko'z yumig'ini bilmaydigan sezgir siyosiy masala edi. Surgundi hukumati qurilishdan birla sog'lom bo'lmagan tarkiblarning o'z ichiga olgan sababligi, izchil o'z funksiyasini joriy qilolmaganligi va uning ustiga izchil buzg'unchilik uchrab keldi. Şu sebepten xalqimizning mustaqillik arzusi aks ettirish, mustaqillik irodasi aks ettirish zaruriyatini nazarda tutib 2017 yılı Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati tashkilotini qurib chiqdik. Milliy Uyg'unish harakati qurilgandan keyin mustaqillik iborat xalqimizningki tubki arzusi chiqish qilib bir qism harakat faoliyatini olib berdi. Masalan, 100 ming kishilik imzo to'plash, davlatlarning Sharq Turkistondagi Xitoyninki qilmishlarini irqiy qirg'inchilik ekanligini e'tirof qildirish va Sharq Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qildirish tirishchiliklarni davom qildi. Izchilligimizningki va xalqimizningki qo'llashi bilan
ba'zi davlatlar irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Bu jarayonda yana Sharq Turkiston surgun hukumatiningki davomimizdagi muhimlikni nazarda tutib, biz hukumatni kuchlantirish uchun, isloh qilish uchun, jonlantirish uchun va maqsadimiz Sharq Turkiston davasını, devlet davasını xalqaro bildirish uchun Sharq Turkiston surgun hukumatini tarkibida turib harakat qilishni loyiq ko'rdik va hozirmi davomli harakat qilib kelyapmiz. Va yana xalqimizningki, bo'libmi yoshlarningki buningga ko'ngil bilishini va biz bilan birlikda hamkorlik qilib, shu hukumatni, davoyimizni isloh qilish uchun chaqiriq qilamiz. Bo'libmi shu keyingi 2 yillardan beri Sharq Turkiston surgun hukumati bilan shu Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati xalqimizningki beshini o'tayotgan irqiy qirg'inchilikni xalqarolashtirish uchun va xalqaroningki bu masalani bu masala to'g'risida harakat qilish uchun biz Xitoyni amaldorlarini xalqaro jinoiy sudlarga arz qildik. Afsuski bu arzimizdan qilaqinmaylam bu hareketimizni suyuqlantirish uchun Dünya Uyg'ur Qurultiyi Tizlam Uyg'ur sud degan bir narsani o'yinni sahna ochdi. Hatta bularniki tek tunuginlam bularniki atalmış yeni delilleri bilen qilgan suhbatida shu Uyg'ur sudiningki bu Sharq Turkistonda Xitoyningki qilayotgan ishi, ya'ni Xitoy kompartiyasini shunday debdi. Maqsadi Uyg'urlarni qirg'in qilish emas, assimilyatsiya qilish deb isbot chiqarganmish. Bu yerda bu orqali aziz qarindoshlar, bular millatimizga cho'ng bir suiqasd qilyapti. Bu tarafdan bu orqali parda oqsida bular pardalda bu irqiy qirg'inchilikni inkor qilyapti va inkor qilishdan turib irqiy qirg'inchilik emas, bu Xitoy faqat bizni assimilyatsiya qilish uchun ham tirashyapti deyapti. Uzundan beri bu Uyg'ur Qurultiyi Sharq Turkiston xalqi bilan Xitoy xalq arasida ziddiyat yo'q. Bizning masalamiz shu Xitoy kompartiyasi bilan ham deb xalqaroni xalqimizni aldab keldi. Ya'ni bu deganligi Xitoy kommunistlarini ag'dirib etsimi, bizning boshqa dardimiz qolmaydi. Biz Xitoyning ostida shu avtonomiya qilib yashayversak bo'ladi. Bizni indigenous deb atab qo'ysin rozi bo'lmaymiz deb nurg'un naslni suiqasdlarni qilib keldi va yana davomli qilyapti. 17 yildan yazı bu Dünya Uyg'ur Qurultiyi atalmış demokratçı Xitoylar, ya'ni demokratiya tonini o'rnini bilib aslida millatchi Xitoylar desak bo'ladi, chunki amaliyati shu. Aşırı millatchi Xitoylar bilan birlashib Sharq Turkiston xalqining tükki siyasi g'oyasi bo'lgan, ya'ni mustaqillikni, davlatimizning mustaqilligimizni asli keltirish, davlat davosimizni burmilab, o'z taqdirini o'z belgilash, avtonomiya davası, indigenous xalq davası, asallık milletler davası, assimilyatsiya, irqiy qirg'inchilik emas, hamda assimilyatsiya deb o'yini o'ynayapti aziz qarindoshlar. Shuningga biz xalqimizdan bo'libmi shu siyosiy davomizga varis bo'lgan yoshlarimizni yoshlarımızdan bo'lgan talpimiz shu bu qatim yoshlarimiz tarafidan o'tirib qo'yilgan shu Dünya Uyg'ur Qurultiyininki Uyg'urlarga vakillik qilinmaydi mazmundagi bu imzo to'plashga ovozinglarni berishinglarni chaqiriq qilamiz va imzo etishinglarni chaqiriq qilamiz va buni boshqalarga tunish bilishinglarga, do'stlaringlarga, tuqqanlaringlarga imzo
etişinglarni chaqiriq qilamiz. Aziz qarindoshlar, bu yerda bu 17 yilning yozi bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi bizga og'ir ziyonni ekib keldi. Milliy da'voyimizga va millatimizning mavjudligiga og'ir ziyonlar ekib keldi va yana davomli ekib kelyotdi. Xalqimizni aldab kelyotdi, nurg'un suiqasdlar qildi. Buni xalqimizga tushundirib qaranglar o'zinglar. Tushunganki degan gapni torda echiq, Twitterdan, Toruldan, YouTube'dan ko'ra olasizlar. Bu da'vatda Xitoy Kompartiyasining niyati Uyg'urlarni qirib o'tish emas. Ularning niyati faqat Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishi. Xitoy nima deydi? Biz Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish orqali ularni madaniyatli qilamiz, taraqqiy qilamiz, aniqlamiz, ma'ni qilamiz deb Xitoy Kompartiyasi, Xitoy işgaliyetçileri, demokratçıları bolsun, başkaları bolsun, şunda uyanlar bilen dünyani aldap kelyotdi ve ular bilen birleşip halkımızını ve dünyani aldayotdi aziz qarindoshlar. Bunda suiqasdlarga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bizninki mustaqil davlatimizni asli keltirmay turib, bizninki kishilik huquqimiz, inson haqlarimiz, diniy haqlarimiz, hatto mavjudligimiz qolmaydi aziz qarindoshlar. Bu uyanlarga yeter deyishimiz kerak. Xalqaraga bildirishimiz kerak. Bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi degan bir narsa bizning xalqimizga mumkin emas, vakillik qilmaydi va hargiz qilolmaydi deb xalqaraga bildirishimiz kerak. Va xalqimizga vakillik qiladigan davlat davosimizni qiladigan mo'minning atrofida to'plashimiz kerak, isloh qilishimiz kerak, birlikda harakat qilishimiz kerak. Kelgüsümüz için hareket kılışımız gerek aziz qarindoshlar. Mansabni, shuhratni, ubuni, shaxsiyligini qayirib qo'yib, bizninki kelgüsimizdagi avlodlarimizga davlat tayyorlashimiz kerak. Kelgüsini tayyorlashimiz kerak. Shuning uchun tizdan hareket qilishimiz kerak. Va qo'limizdan keladigan ish mush imzoni to'plash. İmza etiş. Hammamizning qo'lidan keladi. Biznes ketmaydi. Hatta bu namoyish vaqtingizni chiqarib, namoyishni qilmaydi. 2 minut vaqtingiz ketadi yamanchiq ketsa. E-mailingizni yozsiz, ismingizni yozsiz, hatta 2 minut emas, 30 sekund vaqt ketadi aziz qarindoshlar. Shuning uchun vaqtinglarni chiqarib, ma'ni imzo qilinglar va hammaga taqib qo'yinglar. Bizga düşmanimizni küldürüş için Xitoylarni düşman diyemeydigan, yani şular bilan apaq şapaq yalışıp, burun yalışıp, şular bilan işbirlik qiladiganlar, xoinlar bilan işimiz yok. Aziz qarindoshlar, xoinlar bizga vakillik qilolmaydi. Bu qiyğini xiyonet. Meyli onu desin, meyli bunu desin, xiyanetliğinin hammasının paketleri oturda ve texmi köp çıkıdı o bunun paketleri. Şunun için aziz qarindoshlar, vaqtinglarni chiqarib imzoni toplang, imzoni etinglar ve başkalarına imza etishni chaqiriq qilinglar. Rahmet. İnşallah bununki yaxshi bir natijasi bo'ladi millatimizning kelgusiga va davlatimizninki tizdan mustaqil bo'lishiga bir yo'l ochadi inshaalloh. Ben hammamizning tilaydig'im bizni bilib bilmay davlatimizga, millatimizga, davoyimizga xoinlik qilishdan, munofiqlik qilib qilishdan, sotqinlik qilib qilishdan, ziyon akilib qilishdan saqlasin. Va xoinlarni, munofiqlarni, sotqinlarni bizning davoyimizdan, bizning xalqimizningki arsidan Allohim yiroq qilsin. Amin. Assalomu alaykum. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi G'ulom Usmon apandining Xitoy faşist kamplardagi psixologik shakllantirishning nishonlari sarlavlik maqolasi Hindiston Vibes News xabar kanalida e'lon qilindi. Hozirga qadar G'ulom Usmon apandining 10 dan ortiq maqolalari Twitterda 2,5 mingdan ortiq agashkisi bo'lgan News Vibes xabar kanalida e'lon qilinib, o'qirmanlarning diqqatini qo'zg'adi. Tunda maqolaning tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Xitoy faşist kamplardagi psixologik shakllantirishning nishonlari.
Xitoy faşist kamplarida qayta shakllantirishning o'xshamagan projektlari bir vaqtda ilib berilmoqda. Kamp şahidlarining deganlaridan ba'zilari haqiqatanmi kishini o'yga soladi. Texi quchoqdagi buvoqlardan ayirib etilgan onalar amchikidan usti qilib turibsimi, bolalari haqida haqis qilmaydi ekan. Bolalarini hech o'ylabmi boqmaydi ekan. Bu haqda so'zlagan Gulbar Jalilova uyda qolgan bolalari haqida o'ylaydisimi, o'ylamaydiganligini, mengisining qapoqdek qop-quruq bo'lib qolganligini deydi. Ayollarning his ko'rmasligi uchun urildigan o'qillardan boshqa ularni o'ylash, xiyol qilish iqtidoridan mahrum qiladigan allaqanday dorilarni yegizadiganligi yoki tamoqlarga silitadiganligi buningdan bilinib turibdi. Amchakdagi bolalarni xiyoliga keltirmaslik bir an uchun qandoqmi mumkin? Kameralarga o'rnatilgan bexatarlik kameralar sayesinde kechalari tutqunlarning o'zaro qilishadigan paranglarga mudoxil bo'lishlar, tutqunlarning qo'rqinishdan yolg'iz qolgandimi gap qilolmas qilib o'tish uchunmi? Yanada yotadiganlar bilan nihoyatda tuvan ovozda pichirlashgandimi, soqchilarning darhol yetib kelib uyg'urcha so'zlashning deb dumbalashlari natsist kamplarida bo'lmagan taraqqiyotlardan biri edi. Uzunluğu 7 metr, kengligi 5 metr keladigan kameralarda 30 odamning tutildiganligi yana bir taraqqiyot bo'lib, natsist kamplarda üstü-üstüge yotadigan yog'och karavotlar bo'lgan bo'lsa, Xitoyning kamplarida kamp mağdurlari yerda uxlashga majbur bo'ladi. Kameralarda 30 kishining yon-yoniga yetib uxlashi imkonsiz. Yerimi yerda yetib uxlayotgan vaqtda qolgan yerimi ularning uyg'onishini kutib o'chirat saqlaydi. Bu bugungi cyber texnika davrida tasavvur qilg'isiz vahshiylik bo'lib, bu natsist kamplarga qaraganda taraqqiy qilgan taraflardan yana biri. Kishini o'ylantiradigan yeri har kameraning bir bo'londa aynak bilan ayrilib turadigan bir hojatxona bor. Nima uchun aynak bilan ayriladi? Moliyani tejash uchunmi? Xitoy jamiyatida aynak xeyli qimmat materiallardan bo'lib, u hojatxonani to'sish uchun ishlatishga bo'ladigan har qanday turdagi materialdan, ya'ni yog'och taxta, metal taxta qatorliqlardan qimmatroq ekanligini bilamiz. Shundoq turib, nimishqa aynak bilan ayrilgan? Biri hojatxonani ishlatmoqchi bo'lsa, boshqa 29 odam uni tamoman aniq ko'rib turadi. Bundaq ahvolda ko'nmagan kishi har qancha ta'rifda qistagan ahvoldami, ta'rifda kelmay qolishi mumkin, lekin texmi qistagan ahvolda baribir ta'rif qilishi cho'qim. 29 odam xoladagi kishiga qaramay ta'tir qarab oladi degandimi, hamma narsa ochiq ko'rinib turgan ahvolda yanala nomus tuyg'usi odamni ikkilantirishi cho'qim. Nima uchun 29 odamning ko'z oldida hojat qilishga majbur qilinadigan bundaq aynak to'smini hojatxona qilish zaruriyati tug'ildi? Buni ayol kamp mağdurlarının her etdiganda o'ltirishga va ingishishga majburlanishdek dahshatlik qiyin qistoqqa elinishdan iborat qo'rqinchli, insoniyatsiz qilmishi bilan birlashtirib tahlil qilishimiz mumkin. Ayol tutqunlar her etdigini yalang'ochlanib qator tizildirildi ekan. Andan ularni zo'ngzaytib o'ltirg'izib qo'yib, xeli uzoq turg'izdi ekan. Bu yo'sin o'ltirgan yalang'och ayollarning oldidan Xitoy askarlari, saqchilari masxirlik hijaygan holda chat orliqiga qarab boshdan oxirigacha minib o'tadi. Andan turish komandasi berilib, keyingi mashg'ulotlar davom qiladi ekan. Buningdan zaruriyat nima edi? Endi buni aynak to'smini xola bilan birlashtirib o'ylaganimizda shuni tushunish tez emas. Odam bu yerda kekirishni, mishqirishni ayib sanaydigan nomuschan millatimizni nomus tuyg'usi bo'lmagan hayvonlardan farqsiz, faqat gap anglaydigan hayvonlarga aylantirish praktikalari ekanligi naytimi aniq. Bu qo'rqinchli vaziyatdan, bu xo'rlashni ularga ravo ko'rishidan insonlarimizni hayvon saviyasiga tushirib qo'yishni maqsad qilganligi aniq bilinib turibdi. Boshqalarning oldida kekirishni, burnini mishqirishni nomus bilib, hayotlarini g'urur va qoida yo'sin ichida o'tkazishni odat qilgan Uyg'urlarni xo'rlash orqali itoatkor hayvonga aylantirmoqda. Tarixdan beri Uyg'urlar Xitoylarni maynat deb tunib tanqidlab kelgan. Uyg'urlar orasida Xitoylarning kunlik odatiga aylanib qolgan chuvalchaq, maynat, axloqsiz qiliqlarga munosabatlik nurg'ulg'an maqol tamsillar bor. Xitoylarning tamoq yeyotgan vaqtda yel chiqarish, boshqalarning oldida burnini mishqirish, ochiq va o'rtaq hojatxona qo'llanib bahuzur paranglashishları Uyg'urlarning odatiga yot. Uyg'urlar saqlanishga tegishli bo'lgan cheklangan odatlardir. Xitoyning kamplarida ilib berilayotgan barliq mashg'ulotlar Uyg'urlarni vahshiy qiliqlar bilan shug'ullanadigan qilib shakllantirish, buni texmi cho'nqurlashtirish, yuz turani xo'rlash yo'li bilan ularni itoatkor hayvonlarga aylantirishni maqsad qiladi.
Hozir Xitoy kamplarını natsist kamplarga o'xshatish odatga aylanib qoldi. Lekin amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, natsist kamplari Xitoylarnikiga selishtirganda xilala insoniy edi. Shaxsan men muzeyga aylantirilgan Dahu kampini ziyorat qilgan edim. Kampda bir cherkov, bir sinagog, kameralar bo'lgan binoning ichida parpur hojatxona, qo'l yuvish uchun bekitilgan jo'maklar bor edi. Ammo Xitoy natsistlarining kamplarida tutqunlarga har kuni faqat bir varaqla tozalik qog'ozi berildi ekan. Qo'l yuvish uchun suvmi yo'q. Bir varaq tozalik qog'ozni har qancha aygan bilanmi birlik qitim ishlatish bilan tugagachga, hatto cho'ng tarat qilganlar maqatlarini qo'li bilan quruqlab, andan qo'lini yerga surkab, tomga surkab quruqlaydi ekan. Sirtda bo'lganda to'pi bilan ovlab tozalaydi ekan. Suv bo'lmag'achqa tomoq yeyishdan burun qo'lini yuvishga imkon yo'q. Ashu to'pi bilan tozalangan qo'li bilan tomoq yeyishga majbur bo'ladi ekan. Bularning hammasi nima uchun? Suv haqiqatan muqis. Yetishmaydiganligidanmi yoki bu qasddanlikmidi? Agar qasddanlik bo'lsa, yetmoqchi bo'lgan maqsad nima edi? Bularning hammasining bugungi davrda yuz berayotganligiga kishilarni ishontirish haqiqatanmi bak tez. Bundaq zulm insoniyat tarixida yana qanday millatning boshiga kelgan? Barliq planlar Uyg'urlarni xo'rlash, itoatkor hayvonlarga aylantirish orqali yangidan shakllantirishni maqsad qiladi. Bu jarayon mahrumiyatning buzilishi, o'z-o'ziga ishonchning, texmi muhimi salohiyatining yo'qotilishini amaliylashtirdi. Bu xo'rlash Uyg'urlar orasida o'zaro ta'sir ko'rsatdi, texmi kengaydi, oxirida ularning ro'yini, ma'naviyatini biroqla yo'qotdi. Ularning inson emas, hayvon ekanligini, bu xil insonlikqa zid muomalaga uchrashga haqli ekanligini qabul qilishga majburlaydi. Dunyoning bu zulmga sukut qilishining Xitoyning g'oyat zo'r iqtisodiy kuchining sababidan ekanligi tushunishlik. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan 72 yildan buyongi turlik vahshiyligining kontrolsiz va qarshiliksiz qilishidan, o'zidan boshqalarni yashatmaslikqa qarorliq bo'lgan ziyoda irqchi zihniyatga Xitoylarning bu vahshiyliklarni sizga yurgizmaydiganligini kimmi jazm qila oladi? Ammo u zamonga kelganda bak kechikkan bo'lmasmi? Kashgar fitnachilariga murojaat. Abduri Batur. Yozilgan vaqti 1933 yil. Ittifoq va birlik ne'matining qadr-qimmatini bilmagan, yolg'iz shaxsiy manfaati uchun bir-birini ezgan, parazit qurt kabi emib sumirgan, mansabni suiiste'mol qilgan, obro'yparastlik, shuhratparastlik va haromxo'rlikqa berilib ketgan fitnagar unsurlar yurt makonimizdan yo'qolmay turib, navbatdagi qurilish vaziyatidagi harbiy va mulkiy ishlarimizni tartibga sola olishimizga aql fikr yetadigandak emas. Mazkur daxiliy mikrob bo'lmish fitnachilarga chek qo'yilmagan yoki bundaqlarga xotimi berilmagan ahvolda o'zaro kelishmasliklar tugamay ketadigan o'xshaydi. İşimiz hozirgidek mengayverdiganlar bo'lsa, Xudo asirsin, u chaqda burunqi istibdod va yotlarning bo'yinturuqlarining vatanimizning bo'yniga sirtmoq bo'lib selinish xavfi ehtimolligidan yiroq bo'lmasa kerak. Biz cho'qim o'z naslini, o'z yurtdoshlarini o'z qo'li bilan ashu burunqi vahshiylikda uchiga chiqqan yot mustabidlarga tutqizish beyida qimirlab, o'rilib-cho'rilib yurayotgan vatan millat xoinlarini qo'lga tushirmay qolmaymiz. Hali ham o'z millatini halokat chuquriga tortib so'rayotgan, amaliyotda xitoylashib ketgan bu vijdonsizlarning katta boshlari asosan qo'lga tushib bo'ldi. Qolgan ushaq-tushak mikroblar qo'lga tushish harpisida turibdi. Dunyoda o'z vatanining, o'z millatining taqdirini yotlarga setishdan ortiq jinoyat bo'lmas. Fitna haqida Janobi Alloh, fitnaxo'rlikning gunohi kishini nohaq o'ldirish gunohidanmi bak cho'ngdir. Fitnaxo'rlikning gunohi nohaq qon to'kishdanmi ashaddiy ig'irdir deyish orqali insonlarni fitnaxo'rlikdan to'sgan edi. Chunki fitnaxo'rlik bir elda davom qilaversa, u elda tinchlik va osoyishlikni qurib chiqqili bo'lmaydi. Acaba bizning 58 yillik asorat zanjirida bo'g'ilib qolishimizga mana shu o'zaro kelisholmaslik, o'zaro qarshilashish va fitna ofatlaridan boshqa sabab yoki omil bormidi? Masalaning mushundaqligini tarixiy faktlar isbotlab chiqmadimi? Tarixni hodisalarning qaytalanib turishidan iborat deb qaragan taqdirda yangidan bir davlat qurib chiqqan hozirgi sharoitimizda kechmishdagi ko'na xatoliklarimizning qayta takror bo'lmasligi uchun keskinlik bilan va rahimsizlarcha kurash olib berishimiz navbatdagi eng buyuk vazifalarimizdan bo'lib turibdi. Bizga Xitoylardanmi, Tunganlardanmi bakrak o'z ichimizdagi xitoylashib ketgan hijr, ya'ni shalg'utlarning dushmanligi yomonroqdir. Xo'tanchilik, Timurchilik, qirg'izchilik, anjanchilik,
tunganchilik qatorliq ayrimchiliklarni yurt va millat orasiga ushbu hijrlardan boshqa kimmi yaya olsin? Fitna urqini mazkur vijdonsizlardan boshqa hech kim terg'ini yo'q. Qo'limizdagi isbotlar bu masala haqida bizga yetarli tushuncha berib turibdi. Fitna arboblarining dunyo va oxiratda Alloh taolaning qahr va g'azabiga duchor bo'lganligi muhaqqaqdir. Davlatimiz bundan keyin fitnagarlarni ayab o'ltirmaydi. Ularga qarshi chora-tadbirlarni ishlab chiqarishga boshladi. Ishlab chiqaribmi bo'ldi, yana ishlab chiqarib turdi. Fitnagarlar endi ko'zlarini ochqay. Fitnagarlikdan necis qo'llarini tortishqay. Tangri o'qir, ey fitnachilar, sizlarga la'nat. Millat o'qir, ey fitnachilar, sizlarga nafrat. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köynələr üçün köp rəhmət. Gələr qitimli proqramımız görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.